Sizlar bilan Kasgaman bugungi videoda qanday qilib men Telegram kanalimga o'tish bilan qanday qilib Minecraftni normalnisi eng yangi versiyasini o'tkazishni o'rgataman. Birinchi bu YouTube kanalimga kuramiz. Meni kanalimni topasizlar. Keyin bu TG kanalimiz chetda degan ustiga shunday bosasizlar. Keyin mana bu yerda ikkita TG kanal chiqadi. Birinchisi mod kanal, ikkinchisi gaplashib turadigan kanal. O'shalarda mana birinchisiga shunday bosasizlar. Telegram kirib ketadi. Mana Gazdev Gamer Mod. Mana bu yerda Minecraft o'tkazishni o'rgatganman. Mana bu yerda har xil modlar bor. Mana keyin lekin sizlarga ham bitta narsa o'rgatib qo'ymoqchiman. Shunchaki sizlar YouTuber bo'lmoqchi bo'lsanglar yoki kanal ochmoqchi bo'lsanglar ochishni o'rgataman. Mana shunda turasizlar pastga tushganinglarda. Mana pastga tushib keyin tepaga ko'tarasizlar. Mana bunaqa sizlarda qalamcha chiqishi mumkin yoki menga o'xshagan plyuschasini ustiga shunday bosasizlar. Mana sozdach kanal turibdi, shuni bosib kanalga nom tanlaysizlar. Test bir bola. Keyin mana bunaqasiga bunaqa yozib skopировать qilib YouTube kanaliga keyin skopировать qilib keyin mana bunaqa приложение o'tkazgan bor bo'lishi mumkin. Agar yo'q bo'lsa o'tkazasizlar shunday kirib. Mana undan keyin shunday bu yerga kirib shunday keyin qalamchani ustiga bosasizlar. Ссылкиga bosasizlar. Давайте bosasizlar. Nom qo'yasizlar. Mana bir bola ссылкani qo'yasizlar. Keyin готовым tayyor. Hammaga xayr.